Assalomu alaykum azizlar. Hozir bu kishidan qonab tashlang, bu 1 litrlik bakalashga. Bu kishidan 1 yilda bir marta olib turibmizmi hozir? 1 yilda bir marta olinyapti-da. 400 gram, 500 gram olib tashlaymiz. Umuman yengil yuradi. Ko'pchilik o'ylaydi, bunda masalan shunday qon og'izib tursam donor bo'lib qolaman deydi. Bekorchi gap, donor bo'lmaydi. Lekin masalan davlinasi borlar bor. 6 oyda bir mana shu holatda og'izib tursa, umuman davlinasi zo'r yuradi. Har kuni dori ichishga donor. Uni hisobga olmaydi, lekin 6 oyda bir qon olib turing desangiz, ya donor bo'lib qolaman deb xavotir oling. Hech qanday donor bo'linmaydi. Og'izib turinglar, ayniqsa yosh juda ham samarasi kuchli. Shart og'izishlik. Jugurtni mana shuni baylab qo'yamiz. Qo'yib qoldi. Ignamizni qalinligi mana shuncha. Mana. Sistemani mana shularni buni uradikda. Qo'lni qo'yavering. Mana o'qiyapti. Mana ko'rsataman. Mana shu tartibda. Shunday o'qib turadi mana shuni. Mana hozir o'zi kelishlari juda ham mana shovulab kelib turadi. Mana shu holat bo'lib qoldi. Mana endi to'xtatamiz buni. Mana shuncha olib tashladik. Duh vagon. Bemorda ham, tabibda ham. Holat qanday holat? Kayfiyatlarchi, kayfiyat. Chotkimi? Mas'ulay. Kuchli yemirilish, suyak yemirilish yana bir joyda kuchli bo'lib qolsa, o'shani qiladi deb boshqa tashxis yo'q. Buni yechib olamiz jugutni. Yechib olib